Agar o'sha tarixiy janglar bo'lmaganda, bugungi kun boshqacha bo'lib ketgan bo'lishi mumkin edi. Shunaqa tarixni o'zgartirgan janglar bormi? Albatta, tarixni o'zgartirgan janglar juda ham ko'plab bo'lgan. Men sizga hozir shulardan top 5 tasini aytib o'tmoqchiman. 5-o'rinda Gavgamela jangi bo'ladi. Bu jangda Aleksandr Makedonskiy hamda forslarning so'nggi hukmdor Dorosh o'rtasida to'qnashuv bo'ladi. Bu jangda 25 yoshli hukmdor Aleksandr Makedonskiy g'alaba qozonadi. Bu jangdan so'ng esa Osiyoga Yunon madaniyati va ilm-fani kirib keladi. 4-o'rinda ko'pchiligimiz bilgan Anqara jangi. Bu jangda Amir Temur bobomiz hamda Yildirim Bayazid o'rtasida to'qnashuv bo'ladi. Bu jangda Amir Temur bobomiz g'alaba qozonadi va bu jangdan so'ng esa Yevropa muqarrar halokatdan saqlab qolinadi. 3-o'rinda Ayin Jalud jangi. Bu jangda Mo'g'ullarning zulmga chek qo'yiladi. Kim chek qo'yadi deysizmi? Jaloliddin Mangiberdi bobomizning jiyani Sayfiddin Quddus Mo'g'ullarni zulmga chek qo'yadi. Mo'g'ullarning muqarrar halokatidan Yaqin Sharqni saqlab qola oldi. 2-o'rinda esa bu Qoddisiya jangi. Bu jangda arablar va forslar o'rtasida to'qnashuv bo'ladi. Bu jangda arablar tomonidan Sa'd ibn Waqqos, forslar tomonidan esa Rustam. Bu ikki shaxs o'rtasida juda kuchli jang bo'lib o'tadi. Bu jangda Sa'd ibn Waqqos g'alaba qozonadi. Bu jang tufayli esa islom sharq mamlakatlariga tarqala boshladi. Va biz finalda bu yerda Keling, birinchi o'rinda obunachilarga qoldiraylik. Siz qaysi jangni insoniyat tarixini o'zgartirgan deb hisoblaysiz? Izohlarda yozib qoldiring.